Ya ota-onalar barkan shu bola chaqa uchun yuradida o'shancha. Oy to'lin bo'lgan kecha yirpin tirchil qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu Hormasizlar. Necha yoshsiz ey? Bir yoshman hali, 18 yosh. Qizlarga gapatyapsizmi? Yo'q, atmam. Ya. Yangamdan qo'rqar ekansiz. Yo'q, qo'rqmayman. To'g'risini ayting. Qo'rqmayman. Mana shu Chorlsda necha yildan beri ishlaysiz? 15 yildan beri. 15 yildan beri. Faqat chetda. Qishda ham yozda ham. Ha, Siz ham charchaysizmi? charchayman. Kim uchun shuncha harakat? To'g'risini ayting. Bolalar uchun. Farzandlar uchun. Bu dadalar nimaga o'sha o'zingiz mana yilda bir 2 marta kiyinsangiz kiyinasiz. Farzandlaringizni har oy kiyintirasiz, to'g'rimi? Nimaga shunaqa ota-onalar? Ota-onalar barkan shu bola chaqa uchun yuradida o'shancha. Bo'lmasam bola chaqa bo'lmasa yashashdan kerak-ku. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. Siz dadingiz hayotmi? Yaxshi, hayot. Ularga rahmat deysizmi, dadani qadrini bildingizmi? Rahmatingiz. Ayting. Dada sizga rahmat. Sizni yaxshi ko'raman men. Sizni yaxshi ko'raman. Onamni ham yaxshi ko'raman. Keyin qadrli yurtdoshlar, eshitishimiz bo'yicha balkim Chorsudan hech qaysi aravaga zeriktirmasa qo'shiq aytib berar ekanlar. Bitta jonli eshitaylik, so'g'am bor indinimdan. O'z bilasizmi bu do'konni? Bilaman. Bilasiz. Oilaviy do'kon borasiz, xudo xolisa yangam bop. Bitta qo'shiq aytib bering. Qiz boshidan tangalar sochiladi shavillab. Gar yarashsa yangalar yurak yondi lavillab. Ha, qiz boshidan tangalar sochiladi shavillab. Gar yarashsa yangalar yurak yondi lavillab. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovillab. Yor yaraysa yangalar yurak yondi lovillab. Siz bozorda nima qilyapsiz? Siz sahnaga chiqing. Chiqarsangiz chiqaman.